Men bu narsani siz savol beryapsiz. Istoriyalarimda juda ko'p aytib o'taman. Prямо efirlarimda ham juda ko'p misol ayollar kuzatadi-ku, aytib o'taman. Birinchi o'rinda ayol musofirda blogini boshlamoqchimi? Birinchi o'rinda nomusni qo'yish kerak. Ayollik nomusini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Ya'ni tadbirkorlar misol ko'pchiligi erkak kishi. Erkaklarda misol nafs bo'ladi. 95% erkaklar qiladi biznesda. Bir xil inson deb o'ylamaymiz. Har misol insoflilari ham bor. Lekin ba'zilari borki, men qanaqa bloger bilan ishlayapman, men shunaqa deb o'ylayman. Qanaqa bloger bu halolmi? O'sha nima? Chunki u biznesga ta'sir qiladi. Uni misol reklama pulini beryaptiki, uni biznesiga ta'sir qiladi. Misol bloger xato yo'lda ketib, u harom ishlar qilib yursa, u tadbirkor biznesiga, chunki aytadiki, yoningdagi dugonang, do'sting nimasi senga o'tadi. Qarash yo'q deydi. Xuddi shunaqa. Balkim sinash uchun aytadimi, men bilmayman. Lekin menda boshida bo'lgan shu narsa. Men reklama qildim, даже men 100 ming rublga bir oyga dogovor bo'ldi. Boshida 25 ming, 30 ming shunaqa уже kelasi. Keyin tushlikka taklif qildim.